Hammaga assalomu alaykum. Voy, bardakka xafa bo'lmaysizlar. Poli polniy yuvib tushirilgan. Bir vaqtlar arzon qanday yopishtirilgan shunga. Mamyoni ruchnoy tomon polniy krishkasi ochilib ketgan bo'lgan. Tashqaridan klit qilishgan o'xshamagan. Ichkaridan klit qilib germetik polniy joyiga tushirib, rezinkasi joyiga tushmaydi ko'pinchalik, joyiga tushirib ustidan to'rli shunga yopishtirildi. Keyin ikkita probkasi ham tashqaridan qilingan, ichkaridan qilindi. Polniy yuvildi. Shunga pokraska qilamiz hozir. Orqalari yuvib tushirildi. Endi eski shunga xizmatli bo'lsa aloqadamiz.